Assalamu alaykum qimmatli qarindoshlar. Erkinlik kishining boshqalarning har qanday to'solg'usi, cheklamasi va mudohalasiga uchirmasdan o'zining harakat shaklini tanlash sharoitiga ega bo'lishidir. Eng ko'p qabul qilinib umumlashgan bu aniqlama mushu tariqada bo'lsa-mu, erkinlik o'tmishdan hozirgacha talash tartish qilinib kelgan, hatto insoniyat tarixiga o'xshashla uzun kechmishga ega temadir. Darvaqa falsafa tarixiga qaraydigan bo'lsak, Aflatundan Aristotelgacha, Sinopuzdan Humegacha, Kantdan Marksgacha, Farabiydan Ibn Sinagacha, Eli Şeriatidan Aliya İzzet Begovichgacha va boshqa nurg'un mutafakkur erkinlik temasi ustida alohida to'xtalgan. Erkinlik qulluqning jamiyat va siyosiy qurilmaning asosiy bo'lgan tarixiy jarayonlarda kuchli ta'sir shakllantirgan edi. Ahvol mushundaq ekan, erkinlikning aniqlamasi va ma'nosimi vaqt, makon va sharoitga asosan o'zgarib kelgan bo'lib, erkinlik haqida elib berilgan bas munozaralarni mushuni chiqish qilgan holda bo'ldi. Erkinlik qandaqdir biz o'ylagandek jamiyatlardan, makondan, zamondan hal qilgan yer shariy xarakterlik tema sifatida munozir qilinmagan. Erkinlik insoniyat tajribasi ichida falsafiy masalalar qatoridan o'rin olgan bo'lsa-mu, insonning erkinligi nuqul falsafiy masala bo'lmasdan har qaysi fanlarning masalasi bo'lib hisoblandi. Erkinlikning psixologik va ijtimoiy ta'sirlarini nazarga olganimizda, erkinlikni nuqul, nazariy bash munozir qatorida ko'rishga bo'lmaydi. Bunda qilish to'g'ri emas. Shunga ko'p qirliq xususiyatlarga ega bo'lgan insonning boshqa narsalarga ta'sir ko'rsatishi va boshqa narsalarning ta'sirga uchrashi ko'p qirliq bo'ldi. Bo'libmi kunimizda o'tmishga nisbatan insonning harakatlarga sezilgan fasillarning borgancha ufurab, majhul holatga kelib qolishi erkinlik huquqiga berilgan aniqlamalarning doirasining o'zgarishiga sabab bo'ldi. San-sanoqsiz tashqi omillarning ta'sirida ko'p qirliq va xilma-xil harakat shakli paydo bo'ldi. Shunga bularning ijtimoiy sabablari va natijalari xilma-xillashdi. Inson bilan tashqi omil o'rtasida maydon kelgan bu jarayonni belgilaydigan va insonni avomillashtirgan asosiy kuch nazarga ilinmasa-mu, har vaqt muhim va ta'kidlashga tegishli masala bo'lib kelmoqda. Dal mushu nuqtada yozuvchi Zygmunt Bauman erkinlik nomli 5 bobni tashkil topgan asarda bu masalani jamiyatshunoslik nuqtasidan tahlil qilib chiqadi. Asar jamiyat a'zolarining ko'p qismi uchun ishlatiladigan besim qilish usulining o'rniga qanday qilib yo'ldan chiqish usuli dasturligiga markazlashadi. Ya'ni jamiyatlarda burun jamiyat a'zolarini kontrol qilish va boshqarish uchun besim qilish usuli ishlatiladi. Hozir bo'lsa buning o'rniga jamiyat a'zolarini yo'ldan chiqarish yoki ozdirish usuli ishlatilyotdi. Yozuvchi Bauman bu asarda dal mushul masala ustida turdi. Bauman kitobining 1-bobi uchun panoptokin yoki ijtimoiy munosabatlarning ifodalaridan erkinlik mavzusini ishlatadi. Kitobning bu bobida mutafakkur va jamiyatshunos Michel Foucault, angliyalik faylasuf Jeremy Bentham qatorliq ikki mashhur mutafakkur tarafidan o'tirib qo'yilgan turma, ya'ni hammani kuzatish nazariyasi bilan zamonaviy dunyoning kuchining mohiyati sharhlandi. Panoptikin erkinlik bilan mahkumlik, mustaqillik bilan beqindi harakat o'rtasidagi munosabatni izohlash uchun ishlatilgan bo'lib, bu yer shariy xarakterlik kontrol mashinasi bo'lib hisoblandi. Panoptikin mahbuslarning nima o'ylaydiganligiga emas, nimalarni qildiganligiga, ya'ni ish harakatlariga ko'ngil bo'ldi. Panoptikin nazoratchilarning vasitasi orqali tuzumga kam kuchsiz, beqindi bo'lib ketadigan mahbuslarni yaratib chiqdi. Bu tuzumning ko'rinmasdan ko'rish aloyligi nazoratchilarni mahbuslarga nisbatan erkin salohiyatga ega qildi. Bu ahvol nazoratchilarni mahbuslarning ish harakatlariga ta'sir ko'rsatish va ish harakatlarini o'zgartirish, mahbuslarning irodasining o'rniga o'zlarining irodasini dastishdek sharoitga ega qildi. Panoptikin jamiyatda qalaymaqonchilik keltirib chiqargan jinoiy gumondorlarning har vaqt nazoratchilar tarafidan kuzatib turilganligi va bu jinoiy gumondorlarning ziyonli qilmishlarining oqibatlarini ko'rsatib berish orqali ularga faoliyat doirasi sizib beradigan foydali deb qaraladigan
türme layihasi bulup hesaplandı. Yani panoptikin tamamen cemiyet tertibini buzg'uchilarni kontrol ostiga elish uchun o'ttir qo'yilgan türme sistemisidir. Nazoratchilar davomli kuzatib turadigan, lekin mahbuslar o'zlarining kuzatib turilayotganligini bilsa-mu, nazorat qilg'uvchilarni ko'rolmaydigan bu türme layihasi bilan davomli kuzatilib, besim ostida qilish natijasida ziyonli harakatlardan tadrijiy yiroqlashadigan foydali kishilar shakllantirib, jamiyatni qaytadan barpo qilib chiqish maqsad qilindi. Zygmunt Bauman shu ideyani chiqish qildi. Hokimiyatni qo'lda tutuvchilar yoki boshqaruvchilar erkindir. Erkin bo'lganlarla boshqardi, hukmronlik qildi. Afsus, boshqarilgan yoki hukmronlik qiluvchilar erkin emas. Erkin bo'lmaganlar boshqarildi yoki hukmronlik qilindi. Bauman bu bobda undaqda nazorat qiluvchilarni kim nazorat qildi degan savolga javob izlashga tirishdi. Zygmunt Bauman bu savolga Benthamning qatlamliq nazariyasiga murojaat qilish orqali javob topdi. Bauman ko'rinmasdan ko'rdiganlarning yoki qarasini ko'rsatmasdan ko'rib turadiganlarni kontrol qilishning mumkin bo'lmaydiganligini ta'kidlab, o'zining asli maqsadining mushu nuqtani yuritib bermoqchi bo'lganligini deydi. Bundaqda qarasini ko'rsatmasdan ko'rib turg'uvchilar zodi kim yoki qandaq narsa? U buningga misol sifatida kunimizda hamma yoqqa o'rlashtirilgan kamera sistemlarini beradi. Ma'lumki, ish o'rinlaridan boshlab butkul dunyoga tarqalgan va ko'rinmaydigan bir ko'z insoniyatni izchil kuzatib turadigan kameralar sistemasi to'g'ri barpo qilmoqda. Bu xil ahvolda insonlarning xususiy turmushi xatar ichida qolmoqda. Hatto insonlarning xususiy turmushi allburun tajovuzchilikqa uchrab bo'ldi desakmi xatolashgan bo'lmaymiz. Navada hammani kontrol qilish istikidagi u mashhur ko'z xolisila insonning eng xususiy, ya'ni mahram taraflariga qo'l tiqalaydi. Jamiyatni mashina sifatida ko'radigan, jamiyat a'zolarini to'liq kontrol qilish va kontrol qilish, jamiyatni mashina sifatida ko'radigan, jamiyat a'zolarini to'liq kontrol qilish va jamiyat a'zolarini ideologiyani cho'rdigan holda yangi boshdan o'zgartirishdan qo'ydi yuradigan, jamiyat a'zolarining erkinligini bug'digan, haq huquqlarini bermaydigan, qisqasi insonning hamma ishiga aralashishni o'zining haqqi deb qaraydigan diktator davlatlar taraqqiy qilsa, digital diktatorlik qurdi. Texnologiya bundaq davlatlarning chang'iga tushsa, insonning azroqmi mahrum hayoti bo'lmaydi. Yazg'uvchi Bauman kitobining 2-bobiga erkinlikning ijtimoiy yildizi haqida nom bergan bo'lib, bu bobda erkinlik hukmini tarixiy, diniy va falsafiy nuqtadan atrofli sharhlab chiqadi. Bauman oldi bilan erkinlikning tarixiy arqa ko'rinishini analiz qilib chiqadi. Arqadan dastlabki davrlarda erkinlik haqida qandaq bas-munozara elib berilganligi ustida to'xtaldi. Erkinlik haqida talash-tartish ichida ozg'un va bema'ni deb jakarlangan Pelagius ismli erkinlik tushunchasiga aniqlik berdi. Keyindan qul bilan xo'jayin o'rtasidagi munosabatga asosan yakun chiqardi. Bu munosabat shaklida erkinlik jamiyatga tahdid deb qaralmasdan jamiyatning birligida muhim rol o'ynaydi. Lekin erkinlik davomli kishiga inom qilingan, lekin qattiq kontrol qilingan narsa edi. Yozuvchi Bauman o'ttir asrda erkinlikni Magna Karatanini cho'rdigan holda sharhlab chiqdi. U bu davrdagi erkinlikning tarixiy taraqqiyotini ta zamonaviy davrigacha izohlab chiqdi. Arqadan zamonaviy jamiyatdagi erkinlik hodisasini jamiyatshunoslik nuqtasidan va individuallik bilan bo'lgan munosabatini cho'rdigan holda tushuntirdi. Yozuvchi Baumanning qarashicha, inson mohiyat jihatdan ijtimoiyligi bo'lmagan yoki hech bo'lmaganda jamiyatning sirtidagi kuchdir. Bauman zamonaviy davrda inson yoki shaxsning erkinligi boshqalarga topshirilishi bo'lmaydi. Faqat va faqat uningga tavadir. Lekin buning yana bir tarafi bor bo'lib, shaxsning erkinligi barliq jamiyatning manfaatiga vakolatan harakat qilgan, hokimiyat tarafidan barpo qilingan, qonuniy chiqarilgan va tatbiq qilingan narsadir. Yozuvchi Bauman kitobining Erkinlikning foydalari va badallari nomli 3-bobida erkinlik orzusi va bu orzuning tagida yotgan besim mexanizmisining ta'sirlarini sharhlashga markazlashdi. Uning qarashicha,
Cemiyet bir tarafdan shaxsga nurg'un tanlash imkoniyati yaratib berdi. Yana bir tarafdan shaxsga turli muassasalari funksiyasi, qoida nizomlari bilan besim elib keladi. Mundaq qilib aytganda, jamiyat shaxsga besim qilishga mas'ul. Jamiyatning besimi kuchaygan sari insonning erkinlik orzusi mo kuchaydi. Erkinlikning ma'nosi besim kuchli bo'lgan sharoitda ondan o'z qimmatini topadi. To'liq erkinlik kishining boshqa insonlar bilan aloqa qilishdan butunlay saqlanganda ondan ish qo'shadi. Kishining maqsadi, g'oyasi qanchalik mustaqil va shaxsiy bilinsin, maqsad va g'oya har qatim qayta bekitilmaydi yoki ijod qilinmaydi va yoki o'tir qo'yilmaydi. Balki oddiy usul bilan boshqalardan oriyat elindi yoki hech bo'lmaganda ba'zi ijtimoiy guruhlarning roziligi va muayyanlashtirishi bilan o'tmishga qarab turib ma'niga ega qilindi. Ya'ni shaxsning maqsadi va g'oyasi o'tmish nazarga ilinsa, ondan qimmatga ega bo'ldi. Kishi erkinlik orzusining turtkisida boshqacha chiqish yo'li izlab tepishga majbur. Baumanning qarashicha, zamonaviy iqtisod tuzilmasi va raqobatga tayangan bozor sistemasida inson to'liq ma'noda erkin bo'lishi mumkin emas. Kitobining 4-bobiga erkinlik, jamiyat va ijtimoiy tuzum degan mavzu berilgan bo'lib, bu bobda xizmat va ish shaxsning hayotining markaziga qo'yilgan asosda tahlil olib berildi. Ya'ni xizmat va ish shaxsning hayotining yadrosini tashkil qildi. Lekin Bauman xizmat va ishning boylik bilan namoratlik, mustaqillik bilan beqindalik, yuqori ijtimoiy salohiyat bilan tuvan ijtimoiy salohiyat, o'ziga bo'lgan ishonch bilan o'ziga ishonchining yo'qligi o'rtasidagi farqni paydo qiladigan sabab ekanligini ta'kidlaydi. Baumanning qarashicha, xizmat va ish shaxsning turmush sifatiga ta'sir ko'rsatadigan yagona yo'l. Shaxsning ish harakatlariga yetakchilik qilgan axloqiy o'lcham va norma shaxsning hayotining jimisidir. İste'mol jamiyatida hayotining ko'p qismini ish o'rinida o'tkazadigan biriga nisbatan uning erkin tanlash tushunchasi dal iste'molning bir qismi bo'ldi xolos. Bu yerda ko'z tutilgan erkinlik shaxsning iste'mol buyumlarini tanlashdagi erkinligidir. İste'molchining erkinligi uning haqiqati emas, balki uning haqiqati iste'mol buyumlaridan zavq va kayf izlashdir. İste'molchi umr bo'yi zavq va kayf izlash bilan band bo'ldi. İste'molga rag'batlantiradigan, tashabbus qiladigan har ahvol va zavq izlash insonning siyosiy engini suslashtiradi. Mundaq qilib aytganda, iste'mol jamiyatining a'zolari siyosatga ta'sir ko'rsatadigan faol kuch bo'lishdan qilib pasib holatda bo'ldi. İnson nuqul iste'molga berilib, to'ymas orzu istaklarining keyindan mangsa, siyosat asosan bundaq inson bilan kori bo'lmaydi. İste'mol jamiyatidagi inson to'pi siyosatchilar uchun tepilg'usiz fursat hisoblandi. Erkinlikning kelajagi nomli mavzu bu kitobning 5 va oxirgi bobini tashkil qildi. Yozuvchi Bauman bu bobda erkinlik haqida yakun chiqardi. U jamiyatshunoslikning vazifasi kelajak boshlagan nuqtada tugaydi deydi. U jamiyatshunoslarni qoyillik yoki munajjimlikning variantida qaramaslik lozimligini ta'kidlaydi. Bir jamiyatshunosning eng cho'ng qila oladigan ishi reallik asosan analiz olib berishdir. Jamiyatshunoslik bizga kelajakning qanday bo'lganligini demaydi. Faqat kelajak haqida o'ylanishimizga turtki bo'ldi. Kunimizda iste'mol bozori yoki hozirgi iqtisodiy tuzilmalar insonning erkinligi va mustaqilligini tortib oldi. İnson nazaridagi erkinlik va mustaqillik qandaqdir haqiqiy ma'nodagi erkinlik bo'lmasdan, balki iste'mol buyumlari tanlash jihatdagi erkinlik va mustaqillikdir. Hozirgi iqtisodiy tuzumlar insonning qadriyatlarini, e'tiqodlarini, muqaddas simvollarini, eng mahram yerlarini, qisqasi insonni inson qilgan barliq aloyiliklarini tovarga aylantirib qo'ydi. Insonning bu qadriyatlari iste'mol qilingan tovar bo'lib qoldi xolos. Qisqasi iste'mol erkinligi shaxsning hayotidagi boshqa bir hayot manbasi bo'lib qoldi. Yozuvchi Bauman kitobini buni jumla bilan oxirlashtirdi. Erkin inson zamondan, makondan va jamiyatlardan hol qilgan yerchaviy xarakterlik bo'lishdan to'limi yiroqdir. U faqat tarixiy va ijtimoiy yaralg'uchidir xolos. Xayr xo'sh.